Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi obunachilarimiz. Navbatdagi darvozamiz Andijon viloyati Paxtabod tumaniga kelib o'rnadi. Akalarimiz ham shu ijtimoiy tarmoqdan ko'rib bizga aloqa chiqishdi. Xudo xolasa darvozamizni 25 kun ichida olib kelib o'rnatdik. Darvozamizga ishlatgan materiallardan tanishib o'tadigan bo'lsak, taglari 13 yo'llar bo'lgan. Yon stoykalari 10 ga 10 burchdan bo'lgan, 2 stenada bo'lgan. İçki quvur profillarimiz 6 ga to'g'ri bo'lgan. Listlarimiz 3 qavat listlarda tashkil topgan darvozamiz. Listlarimiz 8 lista bo'lgan. O'ziga yarasha holatda qo'llar qilib berganmiz darvozamizga. Nerjavakalarda alohida tema bo'ladi. Ajoyib o'ziga yarashgan holatda bo'lgan. Akamizlar darvozaxonani mashina o'tirish alohida qilib joylagan ekanlar. Kalitga qismini yoniga qo'yib berganmiz. Ochilib o'qilishlariga ham ko'p o'zlariga ahamiyat berib berdi. Darvozamiz 3 qavat shumkali variantda bo'lgan. Shumkalarga bir ahamiyat berib o'zlariga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Bizni YouTube, Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatuvchi obunachilarimiz bemalol Telegramdan yozsangiz sizga boshqa fasondagi darvozalarimizni ham katalogdan tashlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovka razmer olish xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Ishingizda bizga ishonsangiz tezda sifatli olib borib o'rnatib beramiz. Darvozamizda narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 1,5 million so'mdan chiqqan 3 qavat shumkali variantda bo'lgan. 2 qavatlisi ham bo'ladimi degan savollar tug'ilishi mumkin. 2 qavatli variantimiz 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Orqa tomondan profillarni qovurg'asi bilinib turadi. Bu darvozamizda orqa tomon tekis variantda, orqasini tekis qilib olib berilgan. Shumka ham 2 qavat shumka bo'lgan bu darvozamizda. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Kimga bizga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirganmiz, shunga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar.